to'y bo'lganining 10-kunida turmush o'rtog'i tomonidan ayovsiz kaltaklanish oqibatida Bulung'ur tumanidagi kasalxonaning jonlantirish bo'limiga olib kelingan kelinchak Zuhra Umarova ishi nihoyasiga yetay deb qoldi. Sputnik O'zbekiston muxbiri Umarovaning o'zi, uning onasi va Samarqand viloyati xotin-qizlar raisi Gavhar Alimova bilan bog'lanib, bo'lib o'tgan voqealar, qanday choralar ko'rilgani va kelgusida amalga oshiriladigan ishlar haqida suhbatlashdi. Zuhra Umarovaning so'zlariga ko'ra, oppoq orzular bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan erkak tufayli asal oyi do'zaxga aylanishi hech qachon xayoliga kelmagan. Ichki bir tuyg'u bo'lgan xolos. 9-may kuni kelgan sovchilarning so'zlariga qaraganda, kuyov bola sal hayajonda, gapirishga uyalibdi. Shuning uchun 100 gram ichibdi degan gaplaridan hushyor tortib, onasiga "Ona, kuyov ichar ekan, ertaga meni urmaydimi?" deya dilini yorgan. Istagi qizini baxtli ko'rish bo'lgan ona o'sha vaqtda bu gaplarga parvo qilmagan. "Yaxshi niyat qil, bolam. Mana, akang ham ba'zan oz-oz ichadi. Janjal qilmaydi-ku. Sening to'ying bo'lsa, singlingning ham baxti ochilar. Ukangni uylantirgan bo'lsak, kelinning oldida qachongacha yelkangni qisib yurasan? Yoshing ham 30 dan oshdi axir", deya qizini yupatadi. Oradan 10 kun o'tib, onaning qistovi bilan Zuhra uzatiladi. Kechga tomon ta'ziyaga ketib, do'kondan aroq ichib qaytgan edi. Keyin yana piva olib kelib ichdi. So'ng marojniy olib kelaman, uxlab qolma, senda gapim bor deb uydan chiqib ketdi. Qaytib kelib, kutilmaganda duch kelgan joyimga do'pposlay ketdi. "Hozir borib onamga boshqa bilan bo'lganman deysan", deb takrorlardi. Qaynonamning "Qo'y, birovning bolasini o'ldirib qo'yasan", deb jon holatda baqirgani esimda. Boshimga tushgan galdagi zarbadan hushimdan ketdim. Bu yog'ini eslay olmayman hisob, deya hikoya qiladi Jabrdiyda. Kelinlikning 10 kuni qanday kechgani haqidagi savolga esa, kuyov to'ra 1 kun sog' yursa, 2 kun ichkilik iste'mol qilib mast yurganini aytadi. Zuhraning aytishicha, hushiga kelgan kuni ko'zini ocha olmagan. Fikru yodi og'riqni yengish bilan o'tgan. Boshim zirqirayapti, suyaklarim og'riyapti, belimda og'riq bor, deydi u. 1-iyun kuni kechasi 5 nafar militsiya xodimi kelib, "Eringizning ustidan ariza yozasizmi?" deb so'radi. Men ularga mazam yo'q degan ishorada qo'limni silkitdim. Ular chiqib ketishdi. Mening yo'q degan ishoramni ichki ishlar organi xodimlari yozmayman ma'nosida qabul qilgan bo'lishsa kerak, deydi u va gapi oxirida hayotini haqiqiy jahannamga aylantirgan erkak bilan turmushni davom ettirmasligini qo'shimcha qiladi. Kelinning onasi Manzura aya suhbatni kecha-yu kunduz qizining sog'ayishini tilab, Xudoga nola qilib o'tirganidan boshladi. O'sha mash'um kun oldidan qizim Zuhraning ziragi sinib qolgan ekan. Otasi chiroyli zirak oldi. "Qarang, o'sha kuni yuragim sezib, Zuhrani borib ko'rib kelay", deb yo'lga chiqdim-u, yana ortimga qaytdim. "Bir yo'la hayitda boramiz, hayitlik olib boramiz", debmanda ko'ziga yosh oladi suhbatdosh. Hammasiga o'zi aybdorligini aytadi. Niyatlarim boshqacha edi. Birdan shunday bo'lib qoldi. Yaxshiyam qo'shnisi eshitib yordamga kelibdi. Bo'lmasa qizimni o'ldirib qo'yar ekan. Onaning so'zlariga ko'ra kasalxonaga qizining ortidan borganida ikkinchi qizining Zuhra yaxshi, yuzi sal ko'kargan degan gapidan so'ng avval palataga kirmagan. Sanitarkalarning "Qizingizning ovqatini berasizmi?" degan taklifidan so'ng ichkariga kirib, farzandini avvaliga tanimagan. Joyimda qotib qoldim. So'ng ovozim boricha baqirib yig'ladim, deya esga oladi Umarovaning onasi.
Samarqand viloyati Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gavhar Alimova maishiy zo'ravonlik muammosi O'zbekistondagi og'ir, nihoyatda murakkab masalalardan biri ekanini ta'kidlab, juda ko'p takrorlanadigan bir gapni aytadi. Zo'ravonlikka uchragan ayollar ko'pincha bu muammoni yashiradilar, or nomus qilishadi yoki darhol erlarini kechirishadi. Mana masalan Zuhra Umarovaning erining birinchi xotini bilan ham gaplashdim. Ayoldan erkak haqida alkash, bemaza degan ta'riflarni eshitdim. Hatto o'z tug'ishgan opasi ham undan bezor. Iltimos, ukamni 50 yilga qamanglar dedi uchrashganimda, deydi Alimova. 10 kunlik kelinchak Zuhra Umarova bilan sodir bo'lgan hodisadan so'ng viloyat ayollar yetakchi sifatida Bulung'ur tumaniga yetib borib, ushbu masala bilan shaxsan shug'ullandim. Xususan, aynan Alimovaning talabi bilan shu paytgacha nimagadir kechiktirib kelingan ekspertiza o'tkazilgan. Bulung'ur tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining anglashilmovchiligi tufayli jabrdiydaning qo'l siltashini yo'q ma'nosida tushunishlari natijasida yozilmay qolgan da'vo arizasi ham yozildi. Alimovaning so'zlariga ko'ra, qo'mita o'z vazifasini bajardi. Bu ish oxiriga yetkazildi. Zo'ravon er narkologiyadan chiqarib kelinib qamoqqa olindi. Hozirda zo'ravon ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Zuhra Umarova esa Xotin-qizlar qo'mitasi himoyasiga olingan. To'liq tuzalgach, uni ishga joylashtirish rejalashtirilmoqda.